Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun xudo xolasa 4-oktyabr Toshkent ko'chalarida yomg'ir. Biz gaz o'tkazib oldik, plus Turmin bilan berganiga shunaqa yomg'irdi. Lekin 4 tami joyga o'tar ekanlar, keling. O'sha hisobiga o'tkazib oldik. Do'stlar, xudo xolasa mana ishni boshladik. Yomg'irda ko'rsatamiz bugun necha pul bo'lar ekan. Qaniysilar? Yomg'ir o'ta kuchli yog'yapti Toshkentda do'stlarim. Chiroyli do'stlar, yomg'ir yog'ayotgan mashinamiz. Vodnikdamiz. Yomg'ir ayamasdan yog'yapti. Mana 36 minutda keldik. Birinchi gazimiz Vodnikdan 59500 so'm. Keyin plus Turmin bilan berdi. Yomg'irlar to'xtadi do'stlar. Agar yig'ilishmagan bo'lsa boramiz. Bu domla chekirishimiz kerak endi. O'rtanda. Endi biz xudo xolasa ishlayapmiz to'xtamasdan, xudo xolasa. Hozir betonkadamiz. Soatimiz 14:48, 15 ta zakaz qilibmiz. 393 ming bo'libdi. Ko'chada yomg'ir tinmayapti. Gaz quydik, ishga chiqdik yana hozir. 17 kilometrga zakaz olibmiz, 17 kilometrga. Turgandan foyda yo'q deb barakasini bersin deb bosordik. Ishqilib 50 mingdan oshsin-da kamida. Startni ham yoqqanman, bu yerda rosa turdim, komfort bermadi. Komfort kam nimaga bugun. Qimmatligiga ham bilmayman. Diskasi yomonmikan, BYD'ni. Nasini emsin ekan. Xullas shuna gaplar. Aka ahvolni o'z ko'rsataman. $8500. Buyurtma bank kartasi bilan to'lanadi. Karta bilan ekan. Endi hozir qarangda, endi hozir ko'rsataman. Hop. Dengi. Yurgan masofamiz. Start inasniysa. Qayerdan oldim mana bu? 17 kilometr. 17 kilometr. 38.500 so'm xizmat komissiyasi. Shu to'g'ri. Shunaqa ham bo'ladimi? Yozdim xullas. Narx arzon dedim mana. Aytdimki, narx arzon dedim. Past to'landi dedim. Keyin hozir ko'rib chiqamiz, keyin tizimda deyapti, bir bolalar deyapti. Men aytdimki, tizim nech puldan hisoblayapti kilometrni va vaqtni va tafsil ma'lumot bering dedim. Keyin mana berdi, umuman tushunmadim. Safar narxi buyurtma yaratilgan paytda Turmin Osuda koeffitsient bilan hisoblangan. U nimadan iborat-da? Turmin so'ng koeffitsient bilan minimal narx 3 daqiqa yo'lda 1 kilometr 2 daqiqa bepul kutish davri Turmin 100 so'm. 1 daqiqa borilgan joyda kutish 0. 16-7 kilometr ichiga kiritilgan tashqari 17 kilometr bo'ldi. Endi 16-7 300 metr kam hisoblayapti. Mayli. Nima endi bunda ichiga kiritilganlardan tashqari 15865 so'm, 32 daqiqa ichiga kiritilgandan tashqari 14400 so'm, 0 daqiqa yo'lda kutish 0, jami 38365 so'm ekan. Biz hali ham ishdamiz. Soat necha bo'ldi? 500 Toshkent ko'chalar qop-qorong'i. Hozir Sergeliga ketyapmiz. Yemekda yurtmoqmiz. Xullas shunaqa gaplar, klient kutyapmiz. 854 bo'ldi. 7:07 ishni boshlagan ekanmiz. 854 da uyga keldik. Summamiz 25 ta buyurtma 765 ming bo'libdi. Bundan 228 kilometr yurdik. 110 minglik gaz ketdi.
Endi hozir mashinalar ahvoli mana ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Uncha ko'rinmayapti, kirib yotibdi mashina. Ertaga ko'ramiz, yomg'ir bo'lsa moyka qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oy. Ertagacha xudo xolasa, kam-ketiki bo'lsa videomizni ming bor uzr akalar, ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.